Ko'pchiligimiz o'rtoqlar Ramazon oyida og'izdan noxush hid kelishiga duch kelamiz. Keling ushbu videoda nima sababdan noxush hid kelishi va qanday qilib uni oldini olish, nima mahsulotlar ishlatmay turishimiz kerakligi haqida gaplashib o'tamiz. 1 2 3 ko'zlarim mana qoldi, qamashib ketdi. To'g'ri ishlatish foydali xususiyatlar. Ketdi. Va men Muzaffar Karimov 8 yillik tajribaga ega ortoped, xirurg, stomatologman. Ro'zada hid kelishini asosiy sabablaridan biri bu so'lak kam ishlab chiqarilishi. So'lak bizni og'iz bo'shlig'imizni tozalab turishda juda ham katta ahamiyatga ega. Og'iz yopganimizdan so'ng suv iste'molini to'xtatamiz. Oqibatida esa og'iz bo'shlig'ida so'lak ajralishi kamayib boradi va bakteriyalar soni ko'payib ketadi. Qarabsizki, noxush hid kelishi mana shu sababli bo'ladi. So'lak ishlab chiqishini suv ichmasdan, narsa yemasdan normallashtirish yo'li bu misvoq. Va eng asosiysi o'rtoqlar, misvoq ro'zamizni buzmaydi. Undan tashqari og'iz bo'shlig'imizni tozaligini saqlab turishda juda katta rol o'ynaydi. Bir kun ichida 1 yoki 2 marotaba foydalanib tursak, bakteriyalarni ancha kamaytirgan bo'lamiz. Misvoqni qanday qilib to'g'ri ishlatish va foydali xususiyatlarini yuqoridagi videomizda gaplashib o'tganmiz. O'tib ko'rsangiz bo'ladi. Ikkinchi sabablardan biri bu tishimizni yuvayotganimizda tilimizni qo'shib yuvmasligimiz. Tilimizni 1 cm kvadratida 1 milliardga yaqin bakteriyalar mavjud. O'sha uchun o'rtoqlar, tishimizni yuvayotganimizda tilimizni ham qo'shib tozalab yuboraylik. Ro'zada tish pastasidan foydalanish mumkin yoki yo'q? Shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf mana bunday degan ekanlar. Tishni tozalashni ulamolarimiz peshingacha bo'lgani yaxshi deyiladi. Chunki peshindan keyin ro'zadorni saharlikda yegan ovqatini hidi og'izdan chiqishni boshlaydi va bu Allohning huzurida miski ambardan yaxshi bo'ladi. Agar og'iz yopgandan keyin tishingizni tish pastasi yordamida tozalashni xohlamasangiz, uni sodali suvda chayib yuborishingiz mumkin. Bu uchun siz 1 stakan iliq suvga yarim choy qoshiq soda solasiz. Yaxshilab aralashtirgandan so'ng og'zingizni chayib yuborsangiz bo'ladi. Bu esa o'rtoqlar bakteriyalarni va noxush hidni yo'qotishda juda ham katta yordam beradi. Piyoz, sarimsoq va achchiq taomlar og'izdan noxush hid kelishini kuchaytirib yuboradi. Shuning uchun saharlikka yemaganingiz ma'qul. Iloji bo'lsa ro'za oyida umuman iste'mol qilmaylik o'rtoqlar. Uni o'rniga ko'proq suv ichaylik, ham chanqoqni bosadi, ham organizmimizga juda ham foydali. Shunaqa kontentlarimiz yoqadigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like bosing, do'stlaringizga ulashib qo'ying. Qabulga yozilish uchun bo'lsa, shu raqamlarga murojaat qiling. Mana, normalmi?